Boshlang'ich 3000 dollar bilan mana shu 2022-yilda ishlab chiqargan Cobalt'imiz halollansiz savdoga berilyapti akalar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Akalar, bunaqa rangi menimcha 13-14-yilda ishlab chiqarilgan boshqa bunaqa rangi chiqmagan deb o'yladim. Qarasam, akalar, mashina turishi вообще tetik bo'lib turibdi. Keyin vaqtimiz akalar, birinchi ishga o'taylik. Boshiga 3000 dollar bersangiz, faqat Toshkent shahar, Toshkent yonbag'irlariga beraman deyaptilar akalar. Agar misol uchun sizni 3000 pulingiz bo'lmasa, yaxshi bitta Sparkizm, yaxshi Nexus 300 bo'lsa, shuni Cobalt qilaman deb yurgan bo'lsangiz, mana sizga zo'r imkoniyat akalar. Holati rostdan aytaman, bomba akalar. Ketdik, arzor qilib beramiz. Yil 2022 akalar, billet farlar akalar. Xo'p, 4 yumshoq balon taqilgan, salon qismiga kiradigan bo'lsak, salonlar ham вообще dodda bo'lib turibdi akalar. Apshipkalari zo'r holatda, koordinadan yaxshi chexolda taqilgan, pulklar yaxshi holatda. O'zini ham bunaqa rollari. Xo'p, 95 ming atrofida yurgan akalar. Mashinamiz avtomat ko'rib turgan bo'lsanglar, test monitorlarigacha bor, akametodli kondisionerlarigacha mashina ishlaydi deyaptilar. Bejigar pultlarigacha bor. Orqalarini bitta ko'rsatay. Mashinani aytaman, to'g'risini aytaman, bitta kelib haydab ko'ring, lekin ko'rinishi ham rosa yonib turibdi. Men kamerani yaxshi qilayotgan joyim, to'g'ri, montajda ozgina qo'shilishi mumkin, lekin hayotda misol uchun ko'rsangiz rosa tiniq bo'lib turibdi aka. Men bundan bossa svet yonadi. Hozir mana Engalarning orqasida propan gazlarigacha bor, xudo xolasa. Imkon bo'lsa kelib ko'ring, yoqsa baraka qilsangiz bo'ladi. Boshiga 3000 dollar berasiz. 3000 dollaringiz pulingiz bo'lmasa, yaxshi bitta Spark Nexus 300 bo'lsa, bemalol Cobalt o'rnida olib, barter qilib qolganini sekin-sekin bo'lib berishga olsangiz bo'ladi. Xullas, degan men qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa tiniq Cobalt qidirgan o'rtog'inglarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, akalar, joninglar sog' bo'lsin. O'zinglar ehtiyot qilasizlar.